Sun'iy intellekt bozori boshqaradi ikkinchi qism. Xo'p, o'tgan videoda gaplashdik sizlar bilan sun'iy intellekt faqatgina yozilgan kodlar va planlar bilan ishlay oladi degan narsani aytdik. Endi qarang, soddoroq tushuntiraman. Bizning misol uchun savdo planimiz bo'yicha va strategiyamiz bo'yicha sun'iy intellekt biladiki, qachon 50% foyda bo'lsa take profit olinadi va 10% minus bo'ladigan bo'lsa stop loss olinadi degan narsani biladi va shu bo'yicha harakat qiladi. Ungajon faqatgina sabr qilib tekshirib turadi. Lekin siz ba'zida, misol men o'zimda ham bo'ladi bu narsa. Bitta aksiyani oldingiz $1000 oldingiz 10% o'sdimi, $100 foyda qilsizmi, yetadi deb zilkani yo'q qo'yasiz. Bu holatda ikki xil tomoni bor. Ba'zi holatlarda bunaqa qilib, foydani vaqtida olish to'g'ri bo'ladi, lekin ba'zi holatlarda bu noto'g'ri bo'ladi. Agar sizning maqsadingiz qisqa muddatdan foydalanib, bozordan pul olib qochish maqsad bo'ladigan bo'lsa, siz stop va take profitga qarang, lekin sizning maqsadingiz oliyroq, ya'ni uzoqroq muddatga sabr qila oladigan va ko'proq foyda olishni ko'zlagan bo'lsangiz, siz sabr qilganingiz ma'qul bo'ladi. Umuman olganda bunisi ziyon tegmaydi. Keyin men o'zim ham sun'iy intellekt ishlataman, ya'ni ChatGPT dan maslahat olaman yoki saytlar orqali informatsiyani yig'ishtiraman. Bu umuman olganda yomon emas. Hozirgi rivojlangan zamonda siz ham rivojlanishingiz kerak. Shuning uchun yangiliklar chiqdimi, gazini bosib o'rganish kerak.